Assalomu alaykum. Bizlar mana aka Zombie Apocalypse o'yinidan ham boshlar ekan. Videoga like bosish esidan chiqmasin, albatta. Osh, bayram kelayotgan yangi yil bayramlari bilan keyinchalik shunday xo'sh. Zombie Apocalypse o'yinini endi bilmadim. Sizlar yoqadimi, yoqmaydimi? Qo'yganim bilmadim. Hozirchalik bitta missiyani bajaramiz a. What the fuck? Nima bu? Nima qilaman men buni? Voy balay. Yalla zo'r. Qo'ya, tikilib valla. Ya. Ya. Astag'firullah. Ash, bir ikkita narsani olib atab qo'ygan narsalarni olib o'zi dedi-ki, omonatlarni olib o'zi. Osh, keyin bularni ham olib olamiz. Albatta men akkauntim Dilshod. Xo'sh, kimdir men bilan qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilaversin. Xo'sh, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, bugun men bir ikkita missiya bajaraman. Keyin bugun boshqa missiyalarim ham bor. Lekin bitta missiya bajaraman, telefonim bitta o'tindiroq. Bitta missiya bajarsam telefon qizib ketmaydi. Agar ko'p missiya bajarib qo'ysam, telefon juda ham qizib ketadi. Shunday. Telefon juda ham qizib ketadi. Xo'sh. Agar shu zombi bitta o'qda o'lsa, sizlar menga obuna bo'lasizlar. Obuna bo'linglar. Xo'sh. Keyin nima demoqchi edim? Xo'sh, bir ikkita missiya bajaramiz a. Xo'sh, ikkinchi uyimni yotog'ini kuchaytirishim kerak. Bir ikkita odamni kelgan. Hozir talpa bo'layotibdi. Bir ikkita narsa sotib olamiz. Sotuvchi ham bir tuzuk narsa sotmaydi. Deyarli bir ikkita narsa sotadi bo'lsa, bir ikkita narsa ekan. Xo'sh, bular kiyimim ham eskirib ketibdi. Xo'sh, pajarni kiyim yaxshi zashita qiladi. Yaxshi zashita qilish tufayli men buni kiyaman. Shuni kiyaman. Xo'sh, pajarning bosh kiyimini bersam zo'r bo'ladi-da. Mayli. Xo'sh. Endi pajarni topish kerak. O't o'chiruvchi o'sha pajarni topish kerak. Xo'sh, nimada kres? Bozor kresda osh. Do'stim orqamda yuribdi. O't o'chiruvchi qani? O't o'chiruvchi qani? Mayli. G'alasan yaxshimisan? Missiya bor ekan, missiya. Yo'q, missiya yo'q ekan hozircha. Xo'sh, biz mana qizchani kiyintiramiz hozir. Xo'sh. Aytadi, sumkamda senga atab qo'ygan narsalarim bor edi, deydi-ki. Hozir. 5 daqiqa do'stlar. Qani edi? Chiqmadi. Hozir 5 daqiqa. Hozir 5 daqiqa.
Başka narsa kirib ketdi. Ming uzr. Tez chiq. Nima qilaman? Xo'sh, bu kiyimni berganimni unutaman. Hozircha bu kiyim yo'q. Bilmam qayerda. Menga Messi berilgan deyman, ancha. Navoiyda o'sha yerdagi uyni tintish kerak ha. Uni shu yerda yaqin antena joy bormi? Shu bor ekan, yaqinroq joy bor ekan. Antena ekan. Buni o'sha yoqqa kalantalaymiz. Xo'sh, manaki kelib oldik. Endi bu yoqqa mashinamizni chaqirib boramiz. Mashinasiz yurib bo'lmaydi, to'g'ri. Xo'sh, mashinamiz ham keldi. U yerga borib ikkita o'yinni tintish kerak ekan. Xo'sh, ovozini bitta ko'taraylik. Bu yerda men ovozsiz o'ynayapman. Esimdan oshib ketibdi. Shu o'zi hozir ishni to'g'rilab qo'yishim kerak edi. Kecha ovozini yopib qo'ydim. Bilmasdan o'zim bo'ldi. Ana o'zi yopilib qoldi. Hozir ochamiz. Okey. Xo'sh. U yerdagi ikkita uyni tintib va yana qaytamiz. Şeften de bir pişman yapardı. Neyse bu için bakın cin Evlat, uçak. Bakırma. Yok. Hoş geliyor böyle. Değil mi? Sırada. Nerede? Bilge. Latte. Ben kutusu bana kalsa bu arada. Terkatro geçmiyor galiba. Öyle yapacak. Giremez. Evet.
Neden mi olmuş? İşte olmuşsun. Böyle arkaya yapayım böyle. Arkaya. Arkaya bize maşın mülakatınız. Teleport kısayan biliyor ha. Şunu üstüler ha. Bak dış teceler. Ya şimdi. Taşları küpelemeye gittiğim bakıyor taşları. Yormadan küpelemeye. Açma kanka. İşek gelince. Hatta görürüz böyle. O su günü ona YouTube manga ban veriyor herhalde. Evet. Bu müziğim. Ama hayal uçuyorlar. Like bilen patates yoğurtlu izlerden çıkmakta. Şimdi lan. Mutlu, soğulu, ömürlü.